Homiladorlik vaqtida ayol organizmida bo'ladigan qiziqarli o'zgarishlar haqida hozir sizlarga gapirib beraman. Undan oldin esa sahifamga obuna bo'ling, siz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oling. Homiladorlik vaqtida ayolning terisida, yuz ko'rinishida o'zgarishlar bo'ladi. Bular pigmentatsiya, ya'ni dog'lar bo'lishi mumkin, yuzning ko'rinishi esa qo'pollashishi mumkin. Hid va ta'm bilishi ayollarda homiladorlikda 10 baravarga kuchayib ketadi. Ozgina zarracha oldin ayolni bezovta qilmaydigan hidlarni ham ayol sezib noxush bo'la boshlaydi. Bachadonning o'lchami esa 50 gram, 100 gram bo'ladi normada, homiladorlikda esa 1 kilogramm, 2 kilogramgacha bachadonning o'lchami kattalashadi. Qalqonsimon bez va buyrak ustida bezlari kattalashadi. Buyraklarda esa qon aylanishi tezlashadi. Bundan tashqari, homilador ayollarda jinsiy mayl susayadi. Homilador ayolning o'zida oldindan mavjud bo'lgan surunkali kasalliklardan kelib chiqqan holda yuqorida aytib o'tgan o'zgarishlarim u yoki bu darajada kimdadir ko'proq, kimdadir esa kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham hurmatli homilador ayollarning yaqinlari homilador ayollarni homiladorlik vaqtida tushunishga harakat qilinglar. Ushbu videoni kimga yuborib qo'yishni o'zingiz bilasiz.